hozirgi Yaman janubida yashab o'tgan bir qavm bo'lgan. Ular mana shu Saba qavmi deb keladi Qur'onda. Alloh taolo ana shu qavmni bizga misol qilib keltiryapti. Biz sabaliklar uchun o'zlari yashab turgan joyda shunaqangi bog'-rog'larni bergan edik, deyapti. Kulu mir rizqi robbikum vashkuru la. Va biz ularga aytdikki, Robbingizni mana bu bergan ne'matlardan yeng va Robbingizga shukr qiling. Baldatun toyyibatu va robbun g'afur. Ne go'zal yurtlaring bor va o'ta mag'firatli Robbingiz bor, deyapti. Ey sabaliklar, Alloh sizlarga shunaqangi bir go'zal yurtni berib qo'ydi. Shunaqangi bog'-rog'li joylarni berib qo'ydi. Buning uchun Robbingizga shukr qiling. Alloh bergan bu ne'matlardan yenglar, ichinglar, Robbilaringga shukr qilinglar, dedi Alloh taolo. Fa'aradu fa'arsalna alayhim saylal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamti wa asli wa shay'in min sidrin qalil. Ular esa yuz o'girdilar. Sabaliklar yuz o'girdilar. Robbilaridan yuz o'girdilar. Alloh bergan mana shundoq go'zal yurtni berib qo'ygan Robbilariga shukr qilmadilar, noshukrchilik qildilar, deyapti. Biz ularni ustlariga arim selini yubordik, deydi. Arim seli shunaqangi sel ekanki, toshlari katta-katta toshlar oqizib keladigan sel. Oqibatda atrofi bog'-rog' shunaqangi bir go'zal yurtlardan hech narsa qolmadi. Balki uni o'rniga achchiq mevali yulg'onlar, ozgina sidirli yurtga aylantirib qo'ydik, deyapti Alloh taolo. Demak, bu oyat-i karimalari Alloh taolo Saba qavmini nima uchun keltiryapti? Ey bandalarim, bu qissalardan xulosa qilinglar. Shukr qilinglarki, ularga o'xshab qolmanglar. Aks holda ana shu insonlarning boshi kelgan tashvishlari ham boshlariga kelib qoladi deb Alloh taolo ogohlantiryapti.